O'rtoqlar 4 xona, 5 xonali kvartirani puliga sizlarga bir qavatli, bir so'tili 4 xonadan iborat kottejimizdan ko'rsataman. Narxlari ham shikalat, oxirroqda aytib o'tib ketaman. Mana ko'ringlar, mana shu uyimiz sotuvga chiqdi. Mana yonida ham kottejlar tushgan. Mana bu tomonda ham shunaqa bir xil kottejlari bor. O'rtoqlar endi ichkani ko'ramiz. Mana bu o'rtoqlar hovlimiz, mana shunaqa kichkinagina, ixchamgina hovli. Mana bu yoqda oshxona, oshxonamizdan tagida podvali bor, o'ta isitish tizimlari. Mana birinchi xonamiz. Bu bitta yotoqxona. Endi bolalar uchun mo'ljallab qilib qo'yishibdi buni. Mana bu yog'i. Turmushimizga mana shunaqa oshxona qilib qo'yishgan. O'rtoqlar, bu uyimizda mebel, texnika hamma sharoit bilan sotilyapti. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalar joyida qoladi. Katta ispanisi bu. Bu yoqda bo'lsa mehmonxonamiz. Juda chiroyligina, ixchamgina, remontlari yaxshi. Bu yoqda havo aylanishi, mana orqa hovlisi ham bor. Endi keyingi xona. Bu yoqda yana bitta bolalar yotoqxonasi. Mana bu yerda ham hamma sharoiti bor. Bu yerda bo'lsa sanuzilimiz. Mana bu yerda yuvinishxonasi va hojatxona. O'rtoqlar, bu uyimizda Sergeli tumani Xonobodda joylashgan. Bir sotuv 4 xona plus oshxonasi ham bor. Oshxona tagida podvali ham bor. Mebel, texnika hamma sharoit bilan sotilyapti. Srochniy bo'lganiga uy egalari 73 ming so'ralyapti. Telefon nomerlari video tagida bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.